Blaze vs MMA jangchilari. Let's go. Xo'p, do'stlar, mana hozir mehmonlarni kutib olamiz. Bolalar kutib olamiz, tayyorlanishyapti. Hop, do'stlar, mana endi hozir mehmonlarimizdan bu o'yinda kim yutishini bilan fikrlaringizni so'rab ko'ramiz. Farruh aka, bu o'yinda kim yutadi aka? Bu o'yindami? Endi sizlar yutasizlar, lekin bizning o'yinda biz yutamiz, hech bo'lmasa. Bu o'yinda kim yutadi aka? Xolos sizlar yutinglar. Kim yutishini men aytolmayman, siz yutinglar. Bu o'yinda kim yutadi? O'shani oling, Birinchi o'rinda chiroyli o'yin berishinglarga, hamma biz sevishinglarga o'yinlar kuchlisizlar. Siz yutasiz endi shu manimcha Qur'onimiz o'ynaganlarda ham nimadir bor lekin. O'sha yarim takoy 5-2 mi 5-3 ga Blaze yutsa kerak. Bu o'yinda kim yutadi? Sizlar kimsizlar lekin. Okey. Rahmat kattakon ishonch. Tasavvur. Blaze yutadi. Mana bularga Kim yutadi azim aka? sizlar yutasizlar, xudo xolasa. Mana hozir do'stlar legendari chiqadi. Hisob nechi bo'ladi aka? Hisob 5-1. Как вы думаете, кто выиграет этот матч? Я смотрю на их телосложение. Наша? Я в шоке. Я думаю, Blaze выиграет Как всегда, Блейз, я буду 3-0. Endi bo'lsa o'yinni ko'ramiz. Do'stlar, bu o'yin organizatsiyasi bo'yicha gapiradigan bo'lsam, to'g'risi, uchta o'yinda eng qiyini aynan shu bo'ldi, chunki blogerlar bilan o'yinimizdan debyut o'yin edi, unda uncha qiynalmaganman. Bunyodkor bilan o'yinda ham xuddi shunaqa, sal poylar bilan parod bo'lgan Bunyodkor tomonidan, no baribir uni ham qaqti qilganmiz, lekin bu o'yin haqiqatan ham juda ham qiyin bo'ldi, chunki akalar любой payt sborga chiqib ketishingiz mumkin edi, yokida mashg'ulot, o'zlikisini mashg'ulotga payt travma bo'lib qolishingiz mumkin edi. Yokida yana oktagonlik katkada chaqirib qolish mumkin edi. U juda ham sal pal riskovni o'ynasa ham bo'ladi buni. No, alhamdulillah o'yinimiz уже o'tgan. Juda ham chiroyli bo'ldi. Hammasi kelgan mehmonlarga ham kattakon rahmat. Mehmonlar ham nima deydi, hamma takoy spisk zo'r bo'ldi. Va birinchi bo'lib bizda bu o'yinga press konferensiya bo'ldi. Press konferensiyani bemalol pastdagi silka orqali ko'rsanglar bo'ladi.
o'yinga keladigan bo'lsak, o'yin bizni kutgandan-da kuchli o'yin bo'ldi. Ya'ni birinchi taym o'zidan bizaga raqib komanda bosim qilishni boshlashdi. To'g'risi biz kutmagandik bunaqa bo'lishini, chunki ular baribir MMA boец professional bo'lishsa ham futboldan bunchalik zo'r o'ynashadi deb o'ylamagan edik, to'g'risi. Ulardan keyin bunaqa atlet olganimizdan keyin o'zi tushundik, что agar hozir biz ham harakat qilib, biz ham o'ynamasak, bular bizani kamida bir 4 ta 5 ta gol urib, yirik hisobda yetib ketishi mumkin edi. Ikkinchi taym biz konkretniy progress regress qildik. Progress o'zida ko'rib turganinglardek biz boshda urdik. Samый главный mobilograflarni o'zi olgan bo'lsa, u videoni olgan bo'lsa, men birinchi gol men urdim, esingizda qo'yildi. Kapitan urib qo'ydi. Va uni konkretniy krasiv olish kerak edi. Bitta brat turib 3x oldim turibdilar-da. Endi nima qilamiz, endi tushunamiz. Ularga ham qiyin. No, biz shu progress bilan boshlagan hisobiga biz o'sha maksimalniy shu ularga moslashib o'ynadik. Ular ham charchab qolishdi. Ular 8 ta edi. Shuning uchun zaminaligi ham yo'q edi. Ular uchun sal qiyinroq bo'ldi deb o'ylayman ikkinchi taym. Biz ikkinchi taym totalniy bo'ldi, totalniy. Va bitta narsa, to'g'risi biz bilmadik ular qanaqa bunaqa o'ynashini. Balki biz o'zim ajdat qilmadim. Birinchi taym o'zini normal o'ynab qo'yishdi. Ikkinchi taymda kuchli yetmay qoldi. To'g'risi zamin yo'ligi hisobiga kuchli yetmay qoldi deb o'ylayman. Birinchi gol, ikkinchi gol esimda yo'q, lekin eng zo'r gol komandniy o'yin bo'ldi. Bitta Kasanya bilan, hamma bitta Kasanya bilan urib, nima desa bo'ladi. Voris boshlab berdi bitta Kasanya bilan, keyin Diyorga tushib, keyin Azzaga, keyin menga bitta Kasanya bilan gol urib ketdi. Shunisi eng zo'r, eng chiroyli taktik o'yin bo'ldi mana shu. Menimcha Dazarakaga ham yoqadi mana shu.
shundaqmi? Ha. O'yindan keyingi vasiyat to'g'risi bilmadim. Xursand bo'lish kerakmi, xursand bo'lish kerak emasmi? Какой-то мере biz xursand bo'ldik, то что ular kelgani hisobiga biz xursand bo'ldik. O'rjatib qilib bizning kanalimizni o'rjatib kelishdi. Men addushi rahmat sizlarga. No, o'yin konkretno zo'r bo'ldi. Bitta gap, revansh. Hop, o'yin tugagandan keyin ощущение zo'r bo'ldi. Menda masalan Saturn bilan birga bir moment chiqib ketdim. To'g'risi ham ozgincha qo'rqdim. Ular вообще kelishlarini ko'rib, o'sha oyoqlari bilan chiqqanlaridan keyin men o'sha boshim bilan chiqmoqchi edim. No, ular oyog'i bilan chiqqanlaridan keyin o'sha ilojim yo'qligida men ham oyog'im bilan chiqdim-da, o'sha bir-birimizga stup bo'lib, men yiqildim, ular gol urib ketdilar. Shu bilan. Xo'p, o'yin tugagandan keyin biz juda xursand bo'ldik o'sha yutganimizga. Keyin birinchi o'rinda mehmonlarga bizani ro'yxatga kelganim uchun juda xursand bo'lib, Kelar o'ylashishga men professional futbolchilarni olib keldim deb, no yo'q, men real professional futbolchilarni olib kelganim yo'q. Hammasi havaskor bolalar, media futbolchilar. No, balkim futbol tomonlama bitta ozgina ko'proqdir. Lekin eng zo'r yangilik bu revansh bo'ladi do'stlar. Xudo xolisa revanshni уже akalar aytishdi boshqacha darajada подготовиться kelamiz deb. No, revansh boshqacha bo'ladi deyishdi. Akalar boshqacha tarzda tayyorlanishar ekan bu revanshga. Xudo xolisa albatta kutib qolamiz. Va bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like va subscribe chiqmasa va 19-aprel kuni bizda Pop MMA jangchilariga qarshi o'yinimiz bo'lib o'tadi. Bu o'yinda Odilxon Kamolov, Farruh Qurantil va Firdavs aka qatnashadi. Xudo xolisa, ulardan tashqari juda ham mashhur Pop MMA bor. Hammalarni jonli efirda kutib qolamiz. Jonli efir men Telegram kanalimda bo'ladi. Ko'rganingizni kattakon rahmat. Hammaga xayr. Piyatka bilan past ko'rdinglar, to'g'rimi? Bo'ladimi?